Salom alaykum Jalmon aka. Jalmon aka, men tishim plomba qilib ko'rasizmi? Yo'q, men rasa charchadim aka, o'zi unaqa ham kech bo'lib ketdi. Mana shogird qilib qo'yadi o'zi chotki qilib. Mana o'zi qilib beravering aka, shu bari shogirdingiz qila olmasa kerak plomba. Nima, men odam emasmanmi? Bekordan bekor 5 yil doktorlikka o'qidimmi? Tozalab pollarni artsam, sterilizatsiyani 100% qilsam, nima, bular ham o'zlaridan o'zi doktor bo'lib qolganlarmi? Bular ham shogird bo'lib yurishgan. Ayting, ustoz. Aka chotki qilib beradi plombangizni. Ukajonim, doktorni o'zi qilib beraversin. Zo'r qilarlar-da, doktor. Ha, yo'q. Ko'rganmisiz qilganlarni? Ha, zo'r qilarlar. Bo'ldi aka, siz plombangiz zo'r chiqdi, turavering. Aka, siz plombangizni shogird zo'r qilib qo'yadi, ishonavering. O'tiring. Qaraysiz, qarang. Zo'r chiqdimi? Dahshat. Qimmatbaho asaru. Siz aytardingiz, bemorlarni chiska qil, bir-ikkita rezinkasini almashtir, u yog'iga o'tmaysiz. Qarang, asal chiqqanmi? Plombamda Juda zo'r chiqibdi aka. Rahmat aka. Endi meni orqamdan faqat rahmat aytishadi, ustoz. Juda ham zo'rsiz shogird. Ishonchingizni oqlayman hali. Zo'r, malades sizga. Aka, zo'r chiqibdi. Sizga bu plombamiz Ideas tomdan tekin bonusga ketaverasiz aka. Rahmat aka. Tishlaymi axir? Aka, hammasi zo'r bo'pti. Siz tinchlik. Sizga bonus qilgimiz keldi aka. Malades shogird, bemorlar duosini olib, zo'r bo'lyapsan. Gap yo'q senga. Qo'ldan kelgancha ustoz, harakatdamiz. Malades. Endi bu yog'iga o'zing sekin harakatingni qilib, bemorlarni ko'raverasan-a, boshqa klinika ochib. Jalan tegdi qogur. Qayerda dashtimi?